Яңа 2021 ел белән кайнар котлыйбыз. Сезнең һәр кайсыгызга исәнлек, саулык, бәрәкәтле мул тормыш, гаиләләрегезгә иминлек, балаларыгызның игелеген күреп, байлар сабасында, районыбызда, Татарстаныбызда, Россиядә рәхәт яшәргә язсын. Бәйрәм белән, кадерле дуслар! Менә ничә еллардан бирле район үзәгендә Кыш бабайлар парады уза. Беренчеләрдән булып Саба районы Кыш бабайлар парадын уздырганнан соң безнең районыбызга тирә күрше районнардан шушы бәйрәмне карарга килделәр. Бүген дә Теләче, Балтач, Кукмара районыннан безнең бәйрәмебездә катнашырга килгән күршеләребез бар. Ут күршеләребезгә дә үзебезнең кайнар сәламнәребезне һәм бәйрәм котлауларын җиткерәбез. Hürmetli tamaşaçılarımız, bu minutlarda rayon üzerinde Kış Babaylar Paradın başlap jiberəbiz. Bugün bizning Kış Babaylar Paradında 20 avul jirligi, 19 uyuşma учреждение предприятия hem 12 yıl fasılları kireşek. Biz alarını zor huzurlanu hem dertlek bilen kul şabıt matur itip karşı alıp hem onların işlerine özümüzün bəyələrimizə verirgə aşırıq. Hürmetli tamaşaçılar, hürmetli bizning bilen birgə bulğan yana yılını qarşılarga kelgan dostlarımız. Sizge en izgi matur tiləklərimizni jitkirəbiz hem barımızın da ixtibarımızı parad başlanğan yaqqa yöneltüğünüzni soyubuz. Bugün Boylar Sabasında Kış Babaylar Paradın rayonumuzun 350 kişisini birleştirgen medeniyet hizmetkarları başlap jiberuun beyan etem. Medeniyet hizmetkarları yılında rayonumuz halkına hem gümümün respublika tamaşaçılarına türlüden türlü kızıklı medeni şaralar ötkerip kileler. Olar rayonda hem respublikada ötkerilgen medeni konkurslarda her vakit aldınğılar rətində. Biz alarını Qozan səhnələrində, hem respublikanın başqa tübəklərində yeş görəbiz. Bizning medeniyet hizmetkarları, kitapxanaçılarımız yılda en köp kitap okuşu, kitapxana hem tamaşaçılar hem kitap okuşular bulup tanıldılar. Onlarga respublika yetakçiləri zor rəhmət bildirdiler. Kitap okuda elbette bu minutlarda bizim bilen tamaşa kılışı tamaşaçılarımız da birge kuana hem şatlana. Kitap okuyan kişigine matur bula ola. Kitap okuyan kişigine özünün canına, tenine ruhi baylık ola. Kitap okuşlarga da bugün kaynar selamlarımızı yollayız. Hürmetli tamaşaçılar, rayon medeniyet yurdu hizmetkarlarına kaynar selam, hem onlarga işlerinde durmuşlar ki maydanda gideriz. Kış Babaylar Paradına 350 kişisini birleştirgen medeniyet hizmetkarları kelip kirdi. Qarşı alabız dostlar. Ura! Medeniyet hizmetkarları bıyıl üzerinin paradların respublikada hem ilimizde Büyük Vatan Savaşı'nda ölen 75 yıllığına Tataristan ASR'nın tüzülüğüne 100 yıl doluğa rayonumuzun 90 yıllığına bağışlap hazırlaganlar, transparentlar, Tatar dilindəginə yanğırı turğan J, E, U, E, Ü harfləri bilən alar üzərinin meydanların biziler. Hürmetli medeniyet hizmetkarları, yılından oturuşları gezilen siz bizi sevindirəsiniz, hem kuvandırasınız. Beyran bilen sizne, ura! Bugün rayonumuz avullarında qaysıqına medeniyet yurtuna varıp girsek de, onların matur işlerini görəbiz. Onlar halk bilen her vakit matur itip günlü şaralar ütkeriler. Medeni işte her vakit aldırgılar rətində.
rayon üzerindeki Kış Babaylar Paradı Mektepgacha bolalar bakşaları devam eder. Maydanga Şatlık Bolalar Bakşası kollektivi kelip kirdi. Bayram bilan do'stlar. Şatlık Bolalar Bakşası bu yıl ayrıca matur etib bizep o'zining territoriyasini qarshi oldi. Biz onda kishagina bo'ldik, ham ularning ishlariga zo'r bayalar berdik. Şatlık Bolalar Bakşasına yürüyüşü bolalar konkurslarda qatnashib, har vaqt oldingilar ratına chiqalar, birida ishlovchi tarbiyachilarga umishlar tilab qolamiz. Kış Babaylar Paradın 52 Yasli Bakşa kollektivi devam eder. Hoş gelesiz yakın dostlar. İsenmisiz? 52 Bolalar Bakşası kollektivi bu yıl Tataristan Taysir'nin 100 yıllığına, Büyük Jivi'nin 75 yıllığına, hem rayonumuzun 90 yıllığına hazırlık bilen keldi. Rahim ediniz dostlar, sizni sizga beramiz. Bolalar Bakşası kollektivi bolalarga terbiye biri bilen birge bit matur etib o'zining tarbiyachilарын da tarbiyalay. Ular yaxshi etib biylar, shi'rlar kuylaylar, jillar jillaylar. Maydonda ularning buyularini qaraymiz. Hurmatli tomoshachilar, aylaninglar, sizlar jillarsiz, qullar chabib turganlarning buyuni. Buyular zamancha. Bularning hurmatli do'stlar, ular bit matur etib yoltiroqli etib kelganlar. Aynan dunyosida shunday yoltiroqlar. Bunlarni taqqan matur yoltiroqlar nechikdir yana yo'lni xatirlatadi. Bola shaqqa olib qo'ydi. Ham sizga qadrli lutfilar, bayram salomlarini yo'llaymiz. Ishlaringiz o'ng bo'lsin deymiz. Maydonga Qing'irov Bolalar Bakşası kollektivi kelib kirdi. Bu yıl ular o'zlarining ishlarida pandemiyaga qarshi naq kurashdilar. Ham bugun da paradga shusha temani yoqtirib kelganlar. Ko'rasizmi, virusga qarshi kurashib, ularning qo'llarida ningli zo'r o'qol. Tilasakinga qozib, ular tiratib jibara olalar. Matur buyulari bilan shaftimizda chiqib ketadi bizlar. Olib yuraylik. Bit matur etib, buyurasilar olib kelganlar, ijodchilari da bor. Rahmat, hurmatli Qing'irovlar. Будете гулять без маски и не будете все время руки мыть перед едой. Hurmatli tomoshachilar, aylanib qo'llarimizni chabib turib, bit matur etib chiqishyaptilar. Bir qirida koronavirusga qarshi kurashalar, bu qirida ular pandemiyaga qarshi kurashalar. Mana bit, ikkinchi tunda avllarga qarshi kurashib, demak bu yilda ular mana endi qo'yib jibaralar degan so'z. Будут горькие таблетки, если вирус победит. И ковид всех победит. Всех излечит исцелит добрый доктор Айвазит. Добрый доктор Айвазит. Hurmatli do'stlar, qullar chabib turib, siz yashirinarsiz, ularga da haqiqat kuch berib turgan kerakligini anglarmiz. Aylanib qullar chabib turib ularga. Rahmat Qing'irovlar. Maydonga Balakash Bolalar Bakşası kollektivi kelib kirdi. Bayram bilan do'stlar. Balakash Bolalar Bakşası kollektivi
Respublikada o'tkazilgan konkurslarda oldingilar ratidan chiqan ham zo'r premiyalarga loyiq bo'ladi. Hozir sizni bilakashlilarga beramiz. Boy bo'lsin. Bu yılgı yıl sınavlarga ko'p bo'lsa da, og'irliqlarga birishmishi, ko'ngillarimiz ko'tarinki bo'lib, sog'lik, tinchlikda yasharga yazsin. Qish bobomizning temlik mushtalash ham bo'laklaridan, bolalarimizning yuzlaridan yilmayib ketmasin. Sobilarimizning shod ovozlari yong'irab tursin. Turmushimiz bizning konfetlarimiz gibi temli, totli bo'lsin. Yangi yil bilan sizni do'stlar. Hurmatli tomoshabinlar, aylanib sizlar bilasiz, ularga qo'l chalib, ularga yordam berib, bilan ishiga ba'zilanib kelganlar, ular bizning gumurimizni ko'raylar. Qo'l chalib ularga rahmatlarimizni yetkazib, ham bayram bilan qutlaymiz. Maydonga yaqinlashuvchi bolalar bog'chasina qo'ynar salomlarimizni yo'llaymiz. Shokolad bolalar bog'chasina maydon beramiz. Rahim etingiz qadrli do'stlar. Bayram salomlarimizni qabul etib olamiz. Yangi yil bilan sizni Shokolad bolalar bog'chasi kollektivi bizni nelar bilan suyundirasiz, rahim etingiz. Bolalar Shokolad bolalar bog'chasi kollektivi rahmat sizga qadrli do'stlar. Bu yilgi yangi yilni boshlovchi bayramida bek mazmun chiqish yasadingiz. Rahim etingiz Bolashaq bolalar bog'chasi kollektivi maydonga chaqiramiz. Bolashaq bolalar bog'chasi respublikada o'tkazilib turgan turli konkurslarda har vaqt qatnashib, jinglar yollab keladi. Tug'an tilim erkagilim Kingdir sina ko'ngil turim deb atalgan lozungni bugun ular ko'tarib keladilar. Hurmatli bolashaqlilar, rahim etingiz, so'zni sizga beramiz. Bugün bizning Bolashaq bolalar bog'chasi kollektivi
gimnaziya kollejiga kelib kirdi. Xayrli ishlar sizga, qadrli do'stlar. Bayramlar bilan qutlaymiz sizni. Rayonimizning o'zagidagi gimnaziya bolalarga bilim beradi, orbitalni xizmat etadi. Ular bugun ifrat darajada mobil etib qiymat kelganlar. So'z sizga do'stlar. Gimnaziya kollektivi milliy bezaklardan kelib kirdi. Yolka o'yinchiqlari har so'roq vaqtda bizning milliy rizqimiz qovoqdan olib kelganlar ayollar bizga. Jurlilar, beylar, bolalarga bilim beruvda har vaqt oldingilar rayonida turadilar. Biz o'zimizning savodagi maktab gimnaziya bilan g'ururlanib yashaymiz. Yerda bolalarga bilim ham tarbiya beradi. Orbitalni xizmat etadilar. Yangi yil bilan qadrli do'stlar. Yangi yil kunida yongan yıldız sizga baxil shodlik bo'lsin. Rahmat. Reis Nurg'aliyev, qadrli savollar. Sizni kelasi 2021 yil bilan tabrik etamiz. Yangi yilda xalqimiz birdan, ilamiz tinch bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Maydonda talabchi bolalar maktabi kollektivini kutamiz. Uzun bir yilda haligi kollektiv nurg'una urinishlarga erishdi. Bolalarga turli bilim beruvda maktab internati har vaqt respublikada oldingilar rayonida turadi. Biz ularning ishlari bilan har vaqt g'ururlanamiz. Xayrli kech, bayram bilan qadrli do'stlar. Qadrlaymiz ularning chiqishini qorib. В центре города большого, где травинки не растет, жил поэт, волшебник слова, вдохновенный рифмоплет. Рифмовал что-то мало, просто влюбился и все. И взглянул на поправку, где коровы щиплют травку, отдыхать отправлен. 33 коровы, свежая строка. 33 коровы, стигаем за новый, как стакан парного молока. 33 коровы, 33 коровы, 33 коровы, свежая строка. 33 коровы, стигаем за новый, как стакан парного молока. 5 утра вставал он ровно, это было нелегко. Он читал стихи коровам, Maydonda sport maktabi. Amin sport maktabi. Savaning yüzüğü basseyni. Sportivniy kompleksi. Sava arena sport maktabi kelib kirdi. Hurmatli sportchilar, bu yilda sizga yangidan yangiliklar nasib etdi. Biz sizning xizmatingizga har vaqt qarab Rayonimizning sportchilari rayonda respublikada qadrlasayda har vaqt oldingilar rayonida
sportchilari bizni har vaqt o'zlarining ulushlari bilan suyundirib turadilar. Sabah Arena kollektivi maydonga kelib kirdi. Rahim etingiz qadrli do'stlar, esenmisiz, bayramlar bilan sizni. Bizim bu kollektiv ikinci yılını işlese-de endi sportda zo'r uğuşları var. Haligi kollektivning ishigidan kelib turgan ularning ming darajada sportga tatululari bilan biz tanishib turamiz. Hurmatli trenerlar, yetakchilar, bolalarni shunday sportga tortganingiz uchun sizga zo'r rahmat. Kelajakda da zo'rdan zo'r ishlar tilaymiz. Bizning Tataristonda ham Rossiyada sportchilarimiz, jinolarimiz ko'p bo'lsin deymiz. Polisi gotowi go. O'zining raqibi ishlarini yaxshi xotirlaydi. Oylik Niyazovana bizga yon ko'targan qizlar edi. Qadrini tarif olsa bizning Sabah Arena kollektivi hali raqibi ishlarini mana shu maydonda mushuk maqsadini ko'rsatadi. Kim bilan kelajakda bizning mana shu sport maydonida biladigan raqibi chiqar. Yoshlar sizga qadrli do'stlar. Cumhuriyetiniz bilen sizni, alga tabada sizin balalarınız, Rossiya ko'lamida yumushlar bo'lsinlar. Bayram salomlarini qabul etib olamiz. Sportchilarni uzatamiz. Rahmat sizga qadrli do'stlar. Maydonga finansistlarni chaqirib qolamiz. Rayonimiz finansistlari yildan yilda o'zlarini yetkazilgan birimlarni yaxshi boshqaradilar. Sabon to'ylarda da, qish babaylar paradida da motor etib kiyinib, xalqning ko'ngilin ko'rarga chiqadilar. Hurmatli finansistlar, ishingiz bek qatlovli. So'm tiyinning rivog'i sizning osha o'tabori deb silaydik ilkiga yillarda. Hozir endi biz aqshalarni kartalar bilan olamiz. Sizning ma'lumot ishlagan ishlaringizni kuzatamiz. Qaraymiz. Sizga rahmat aytamiz. Maydonga rayonimizning qozonchilik departamenti vakillari kelib kirdi. Qadrli do'stlar, rahim etingiz, maydon sizga.
Rahim ediniz kaderli dostlar. Elini kalbiki. Ruslar kimle yaratan? Rahmet sizga qadrli do'stlar. Rahmet sizga qadrli do'stlar. З Новим роком! Тримаю мене, достар! Barkula adeshara skiyashon. Rayon Uzak shifoxonasi kollektivi maydonga kirib kirdi. Qish babaylar, qor qizlari ham qor burtiklari maydon o'rtasidan boradi. Bu yilgi dunyoda bo'lmagan surofatni jingida ham xalqning salomatligi uchun ormid-tormid xizmat etuvchi shifoxonada ishlovchilarga o'zimizning zo'r rahmatlarimizni yetkazamiz. Ular kunni-tunga yolg'on shu pandemiya zamonida avrularni tiriltib, hamyurtlarining turmushlarini qo'rqinish ostida qo'yib xizmat etadilar. Rahmat sizga qadrli tabiblarimiz, shafqat o'tashlarimiz, ham g'ilmada rayon shifoxonasida ishlovchilarimiz. Bayram bilan sizni. Rahim edingiz. Maydonga keluvchilarni tanirga kerak. Hurmatli do'stlar, Uzak texnikalikka kelib kirdi. Ba'zilarni sizlarga olib qo'ysangiz, avvallar birga bo'lmasin. Hurmatli do'stlar, apteka xizmatkorlarina oynar salamlarimizni yo'llaymiz. Rayonimizning veterinariya birlashmasi kollektivi maydonga kelib kirdi. Mol duvarlar esen sağ bo'lsin. Qo'sh-qirtlar har vaqt esen sağ bo'lsin uchun ormid-tormid xizmat etadilar ular. Bu yil o'zlarining territoriyalarini motor etib, simlar bilan bezab qo'ydilar. Veterinariya birlashmasi kollektivina qo'ynar salom. Rahmat sizga qadrli do'stlar. Albatta vazirliklar arasında avlular bulmasın, hem sizin işiniz yukarı beyalensin. Maydonga Salım inspeksiyasi vakilleri kirib kirdi.
Kadirli dostlar, halk bilen birgesi limtada yaşayınız. İşinizni matur edip alıp barganınız için rahmet sizge kadirli dostlar. Sizning kollektiv Nishad rayonda xizmat ko'rsatadi. Hem har vaqt siz respublikada oldingilar. Rahmat sizga. Yangi yil bilan rayonimizdan pensiya fondi vakillari maydonga kelib qolamiz. Rahim etingiz. Pensiya fondi degan ilg'anroq kishilarning quloqlari tiroq. Bizim bu kollektivga kelib kirasimiz bor deb o'ylaylar. Bu kollektiv hozir bek motor etib zo'raydi. Hammalar respublikaning bir necha rayon xalqina xizmat etadilar. Esanmisiz qadrli do'stlar? Maydonga rahim etingiz. Shunday bizning rayonimizning sotsial immuniyat fondi vakillarida ishlaringiz o'ng bo'lsin. Rahmat sizga qadrli do'stlar, bayram bilan. Ura! Boylar sabasi o'zagida rayonimizning uyushma uchrashuvlari предприятиялarining qish babaylar paradi davom etadi. Qadrli do'stlar, tomoshachilar, siz ajinimsiz. Haydariz alalarni qo'l chopib qarshi oling. Rayonimizning banklar sistemasida ishlovchilarga qo'ynar salom. So'm deyimlar sizning o'shavucha. Agar bizim akşalarda, kartlarda akşalar ko'p bo'lsin qadrli do'stlar. Bank xizmatkorlarına qo'ynar salom. Rayonimizning patriotizatsiya sistemasida ishlovchilar o'zlarining o'rindiqlaridan o'tiralar. Ular xalqqa savdo xizmati ko'rsatuvda orbital ishlaydilar. Avvallardagi kiritlarimiz yog'ilmasin uchun, savdo sistemasi ko'zlab qolsin uchun tirishadilar. Bayram bilan savdogarlar. Rahmat sizga. İşlaringiz o'ng bo'lsin qadrli do'stlar. Qadrli sabahlar ham rayonimiz xalqi, qadrli qonaqlar, sizni yaqinlashib keluvchi yangi yil bilan qutlaymiz. Sizin barlig'ingizga sog'lik, salomatlik, oilalaringizda immunliklar tilab qolamiz. Qadrlaysizmi? Bundan bir necha yil ilgari bizning boylar sabasida qish babaylar paradi boshlanib ketgan edi. Shundan so'ng bizning Dirak rayonlar, Ko'knora, Boltaj, Tirashi rayonlari bizga kelib o'sha bayramni o'rganib ketdilar. Ular hozir bizga rahmat aytadi. Ham bizning bayramlarimizga qavat-qavat kelib bizning yangiliklarimizni ko'rib ketadilar. Hozir qadrli do'stlar, otlarni qarshi olamiz. Shitsu avul yerligi oti. Otni jetaklab Shitsu avul yerligi boshlig'i Mavlidov o'zbekila bayram bilan qadrli do'stlar. Qadrli do'stlar, yiroq aralarni yaqin edib kelgansiz. Bek zo'r rahmat sizga. Yo'lbatlar bitalar, yo'lbatlar deb tanishminalarni. Rahmat sizga. Bugungi buron bulg'unada qaramasdan otlarni yigib, motor etib olib kelganlar. Otlar bizning tatar xalqining g'umir-g'umirga do'sti bo'lib sanalgan. Otlar avul ishlarni boshqarganlar. Sotishlilar. Salom sizga. Motor etib kelganlar ular. Eson sog' qaytibsiz. Ura! Mana Sultonovning qo'ysavuchi. Simet avul yerligidan kelgan otga, Allah o'tirib keluvchi qizlarga ham yigitlarga qo'ynar salomlarimizni yo'llaymiz. Simetga qadar eson-emin qo'ytiriz. Qur'onlar sizga mashallah etmasin qadrli do'stlar. Tomoshachilar, aydangiz, ularga kuch berib, aydangiz qo'l chaqib turibali. Otlar kelgan bit, ular tatar xalqining yaratgan otlari, ulu kibashi avul yerligidan da kelganlar. Salom sizga qadrli do'stlar. Kibashilarga qo'ynar salom. Ishlaringiz zo'rlab borsin. Kamardan avul yerligidan kelgan ot.
Anda oturuşu kış babaylarga hem urman canlıklarına kaynar selam. Şenerden'den kirgen, atları kır Allah'a şükür. Sabantuy sport komplekisinden kirgen vakiller neydi maturiyeti buzdular. Mundi trampakta oturtamak ne kadar barısın bilmem ya. Şundi maturiyeti bazılancanlar. Hazır avul şirketlerinden kirgen transportlarga, tekniklarga selam girebilir. Kirdiler avul şirketi, kvadratcopter bilen kirgen. Koydu bakalım. Kvadratsikl bilen kirgen. Neydi zur, matur uğuzlarını bakırlarla Kursabaş avul şirketin komandant dövüşlerge koynar selam. Rahmet sizge kadirli dostlar. İştuğandan kirgen avul jirliginde işlevşilerge koynar selam. Keşe. Selam selam rahmet sizge bayramdır. Bulan bilen kirgenler. Benim sizge keşe bulup kurunaydı bulan da hazır. Hürmetli tamaşaçılar bu şabık durumu. Mişen avul jirliginden kirgen maşina. Selam sizge kadirli dostlar. Kış babaylar, far kızları, niçin maturiyeti maşinanı bize kirgenler. Bizning boylar savasındagina bulatırgan şuşunday matur maşina texnika hamma kelib kirdi. Bilasizmi hurmatli do'stlar? Sabah avul jirligi, qaynar salam, o'ramlarni maturlar hamma o'za. Anda bit maturiyeti urman janliklari, qish babaylar, bor qizlari bosib turadilar. Rahmat sizga. Rayonimizning ko'p tarmoqli предприятиесі kollektivi bu yilgi Yangi yıl bayramına olar qarşılar üçün büyük zo'r turishlar qo'ydilar. Kurashlarni bezaklar, tavlar yasadılar. Rayonimizning ko'p tarmoqli yetishtiruv предприятиесі kollektivina qaynar salomlarimizni yo'llaymiz. Hurmatli do'stlar, texnikalar paradi o'zimizning maydonimizni boshlab yubordi. 129 nomerni BMK kollektivi kelib kirdi. Bu yerni turadi. Ikki tarafda ko'rsat yuqorida xalqlarning rasmlari yo'l bari. Paramizani nechik maturiyeti vazifasiga kirganlar. 129 BMK kollektivi yildan shunday maturiyeti vazifasiga kiradi. Ular xalqqa xizmat etadilar. Ular remont ishlari bilan shug'ullanadilar, uylar soladilar. Ham umuman biz 129 nomerda BMK kollektivini odam yetakchisi Farg'ona Yo'lovishga o'zimizning qaynar salomlarimizni yo'llaymiz. Bayram bilan maydonga Sabagat uyushmasi kollektivi kelib kirdi. Bu yan yilin olib kelar aralar. Oraqada nechik maturiyet bu yanlari barabandasuga. Buni bari Sabagat uyushmasi kollektivini bo'ldiradi. Rayonimizning Sabagat uyushmasi kollektivi bir necha rayonga xizmat ko'rsatadi. Ular bizni jiliylarda tutadilar. Ularning ishlari maqtovga loyiq. Sabagat uyushmasi kollektivini qaynar salam. Rahmat sizga qo'yanlar. Ajdaha. Adiliy simbolikini rayonimizning yong'in söndürücülari olib kelishak. Biz ularni hozir maydonda kutib qolamiz. Hurmatli tomoshachilar, sizning barlig'ingizda yangi yil bilan qutlaymiz. Ham siz qo'llaringizni silkib, qo'llaringizni chopib, bizning yil simbolikalarini uzatib qolamiz. Bayramlarni birgalab matur etib olib boring. Hurmatli tomoshachilar, maydonga Sobat tarazalari kollektivi hurmatli tomoshachilar, bizning maydonga Drakon kelib kiradi. Farazani nechik matur
Maturi'de vaziflenip girgenler olar. Rayonumuz yangın söndürücüleri bugün bayramga büyük matur hazırlık bilen kirgenler. Koramıza aralarından drakonu. Yangın söndürücülerine biz hayırlı matur günler dileriz. Günlerinizde tınış bulsun. İllerimizde, günlerimizde yangınlar bulmasın. Hem sizin işiniz yıklap uçsun bir aydanmi. Alğa da devam ederiz kadirli dostlar. Bugün bayram sabahında zor bayram, zor tantana. Bu minutlarda rayonumuzdan uyuşma учреждение предприятиялары texniklar bilen maydanga girip kirdiler. Sabah terazeleri kollektivi yılan bilen girip kirdi. Sabah terazeleri ilerimizin yılı yedilmişin. Uyuşma учреждение предприятияларында yılı bulsun için tırışalar. Onlar yasagan terazeler her günde ışık. Rahmet sizge kadirli dostlar. Rayonumuzun stansiya kollektivi maydanga girip kirdi. Ot bilen girip kirdiler. Otları kutluqlarının, oyaklары bitken. Rayonumuzun elektr şirketi kollektivine koyar selam. İlerimizde uyuşma учреждение предприятияларда elektrikler sönmesin, işleriniz üye olsun adında dostlar. Rayonumuzun Aktador kollektivi sarık bilen girip kirdi. Sarıkları bitkili. İster koyarsa yıllarına elbet gidip düzülür. Kalbim sizge durmuşlar bilep kalabız. Rayonumuzun Agrahim servis kollektivi girip kirdi. Maymul bilen. Aldağı yılda maymunlanırga yazmasın. Barımızga da motor işler bulsun. Kimya kollektivine durmuşlar biliriz. İşleri gürlep varsın biliriz. Rayonumuzun urman hocalığı kollektivi. Hürmetli urmançılar, rahmet sizge. Büyük maturiydi vaziflenip girgensiz. Erdeşiniz de, tavuklarınız da var iken bayram bilen. Kuyumca Minerasiya kollektivi maydanga girip kirdi. Yıldız İslamovich, sizge bayram selamlarını yoldan kalabız. Ediniz bir yaxşı ultra. Bizni Allah'ın yamanlıklardan saklap tutsun. Urra! Hürmetli tamaşaçılar, sizni yana yıl bilen kutlayız. Her kayısınızga sağlık, selametlik, behet hem kullanışlar dileriz. Yana yıl, yana olmuşlar alıp bilsiz. Maydanga sabah bir kollektive girip kirdi. Hem traktorga dung'urza baylab solganlar, nechik maturiydi vaziflanganlar. Sabah bir kollektivi 2021 yılda da uğuşlarga girişip yaşasın. Kadirli yigitler, hürmetli kızlar, bayram bilen, urra! Maydanga yaşın kollektive girip kirdi. Kuşsi yılını uzatamiz. Kuşsi, sen bu yıl bizga büyük ko'p jafolar yedirding. 12 yıldan so'ng hayratlanib kelirga yotsin sena. Biz sena bor deb yaxshilikni tilab qolamiz. Bütün ishlarni, bütün yomonliklarni olib ketsin shusi. 2021 yılni olib kelar maydonga. Rayonimizning agrar külliyat kollektivida bayram bilan qadrli do'stlar. Aldağı yıl Sinjo
Halk rahat yaşasın, tınış yaşasın. Kadirli sabahlar, biz sizin varlığını da hazır uzak meydanға tüm çırşına şu tantanasına şakırabız. Bu minutlarda Barat'na alıp bakmışlar, Barat'ta patlaşmışlar. Sizin varlığınızı da yama yıl bilen kutlayız. Yama yıl, yama okuşlar, yama kuvanışlar, yama vakitler alıp gitsin. Bayramlar köngülle bulsun. Hürmetli savalılar, rayonumuz halkı, gelgen konaklar, varlığınızı da uzak meydanға zor çırşını açı tantanasında kütüp kalabız. Alda gelesi yıllar her kimge selametlik, bəxit, kuvanış hem emin yıllar alıp gitsin. Bayram bilen kaderli dostlar. Hürmetli rayondaşlar, kaderli konaklar! Siz için көңілден yakınlaşıp girişi яңа yıl bayramları bilen kaynar kutlayız. Yıl артından yıl öde. Mine elgine karşı algan 2020 yılının soңғы ayı da ahırına yakınlaşıp güler. Ey Suilnaz, yıllar öte akkan sular kibik deyip yuqqaqıda jırlanmıylar. Şılay bit, ne yoradağına bu yıl sizilmişi ötті de gitti. Ne şigirek bulur iken bu yılғы яңа yıllar? Ул ниләр алып килер икән? Менә önce әйтеп карале. Менә син ничек уйлыйсың? Кызык сен Илназ, мен сиңа нәрсә күрәсәшем әллә? Тик беләсеңме? Менә мен сиңа алай да бер сүз әйтәм, тыңлап карале. Яңа ел ул үргә баскыч, бәхетеңә тәрәзә. Яңа шатлык, яңа ачыш, яңа абруй дәрәҗә. Мен дә сиңа бер сүз әйтәм. Яңа ел күк көмәсендә җемелдәүче энҗеләр, ил йөген иңгә йөртүче ару белмәс kişiler. Яңа ел бәйрәмен балаларына түгел, без ылылар да көтеп алабыз. Һәр үткән ел үзе белән кабатланмас мизгелләрне алып китсә, иске елны озатып, яңасын ылы бәйрәм итеп каршы алабыз. Яңа ел бәйрәме ул ниндидер сихри тылсымлылыгы белән үзенә тарта. Якынлашып килүче яңа ел белән дуслар! Hürmetli rayondaşlar һәм килгән кунаклар. Хәзер яңа ел бәйрәме белән котлау өчен сүз Саба муниципаль районы башлыгы Миниханов Рәис Нургали улына берлә рәхим итегез. Hürmetli sağollar, konaklар, рөхсәте сезне бөтенегезне дә киләсе яңа ел белән тәбрикләп китергә. 2020 ел тәмамлап килә. Инде белгәнчә ул безнең юбилейлар елы. Birinçiden bizden Ulu Jiŋu Büyük Vatan Soğuşu'nun 75 yıllığı uzdı. Hem indi rayonumuzun 90 yıllığı soğuk vakitte Respublikamızın 100 yıllığı Dürüstün aytıraq gerek көп предприятие учрежденияларының юбилейлары. Bunun артында sizin tırışlığınız Bek zor rəhmətli özümüzün ülkənlərimizə, onlar şunda yaxşı turmuşqa bizni tırışlıqları bilan getirdiler. Həm indi bizin kiləcək uğunda bu gündə öz bilimləri bilan, həm hünərləri bilan əzirlənələr yaŋa turmuşqa. Əkindən özgəriş bara. Nendigine ağırlıq olmasın buna bu yıl. İndi bütün dünya boyunca şunda şiir barlıqqa keldi. Şulay bulsa da biz birden birimiz almışkan arkasında bütün yer işlep tura, gürlep tura. İşetesini şiir bulgaç ana dürüsünü aytıraq gerek tabiplarga üsteme ağırlık keldi. Әлі bu günde devam ete. Alarga şın köngülden rahmet. Şol vaqtda indi Məğarifdə də bizden üzünçelikli okullar buldu. Sınmadı bir günde. Birsin almışkan arkasında
бұл devam etildi. Hem indi bu günkünde bizning ma'arif sistemasi Allohga shukrli. Bolalar bog'chalari da Ауыл xo'jaligida xizmat qo'yishlarga, ularga zo'r rahmat. Endi shunday ishlar bo'lsa da, ular birsi uchun birsi o'rta, ikkinchisi ishli. Birinchisi turishning orqasida o'ngishlarimiz da bor. Tabiat shartida berdi. Bizning bu yilgi respublika bo'yicha zo'r o'ngishga keldi. Endi rayonimizda da shulay. Yine tirikchilik bo'yicha da respublika oldida biz oldingilarda o zor hizmet anın altında. Yanıdan aytam mana shunday şiirler bulgan vaqtida da birdamlik orqasida, o'ngishlar orqasida zo'r o'ngishlarimiz tuzilishni aytib ketmoqchi olmay, respublika bo'yicha bizning birgina da program tutalmadi, istalmada deb aytishim kerak. Shu vaqtda rayonimizda da nega o'zgarishlar, radio ham televideniya aşasida ko'rib eshitib turasiz, buni bu kunda qabatlab turmayman. Dersin aytira kerak, bütün bulgan aybir, o sizin tirishlig'ingiz. Endi butuningizga da bezo'r rahmat. Sizni kelasi yangi yilda yangi o'ngishlar, ana shu kerak. Eng birinchisi u tozalik, bir-biringiz o'ngishib, oila baxtlari. Endi yeni xayollaringizlar bilan siz turmushga oshsin. Rahmat zo'r ishlaringiz uchun. Bayram bilan sizni. Rahmat sizga. Endi hozir aydagiz. Uradi. Yo'qni yondirib yuboring. Butunimizdan o'ng yoqqa qaraymiz aydagiz. Yana yillar bilan barcha sizlarga. Endi qadrli do'stlar, aydagiz tabriklovlarga ko'shik. Rossiya Federatsiyasi Konstitutsiyasini o'zgarishlarini qo'llov masalasi bo'yicha Umumrossiya tovush beruvini uyushtirishga ham uzrga kiritgan shaxsiy ulushi uchun Birdam Rossiya Butun Rossiya siyosiy partiyasining Soba Jirli bo'likchasi boshqarma sekretari Zaripov Farid Haydaro'li Birdam Rossiya partiyasi general совetining rahmat xati bilan bo'laklana. Her vakit kimdir yetakchilik etilgan deyishindi. Bizning rayonimizda Birdam Rossiya motorini ashrab kela, bir-birimizni og'ishamiz. Endi mana o'ngishlar endi istan podдержка bo'lmasa bir vaqtda narsa ishlab bo'lmay, o'zingiz ko'rasiz, rayonimizda o'zgarishlar bor. Bo'lsin-da. Amin shuhay bo'lsin. Xizmat qo'ygan tarmoqlarida ko'p yillik natijali xizmatlari uchun ta'sir tuzilgan 100 yil esdalik belgisi bilan bo'laklanishlarni sahnaga tashlab Saraba rayoni muhtasibi Ahmedov Aynur G'ilifano'li. Chin ko'ngildan qutlaymiz. Şurak bismillahlarını aytsa, bizden bütün ayır bulur. 1991 ham 2007 yillarda Razgostaraf Tatariston javobliligi shekillangan jamg'iyatining Boylar Sobasi shahar tibindagi bestasi agentligi direktori bo'lib ishlagan Ihsonova Zulfira Qattiz qizi bo'laklana. Norim 100 yillik bilan tabriklana, o'sha bilan bizning partiyada bir qoti ishlatdi. Страховать etgan vaqtda da bir vaqtni bir kundan da necha aytam so'yindi. Bashar so'z eshitilmadi. Xudoy bo'lsin. O'z rahmatdan so'raysiz. 1955-2000 yillarda Oktyabr kolxozida shofyor bo'lib ishlagan Karimullin Minnahmat Vali o'g'li bo'laklana. Bu Oktyabr kolxozida ne? Крестный отец вертаю не умер. Я сам решил в октябре, что bilan nasiylashay. Tabrik etamiz sizni. Siymet javobliligi shekillangan jamg'iyatda traktorchisi Fatihov Danil Hidoyatli bo'laklana. Тоже zo'r ishlari bilan молодец kishi. O'zi chiqara turgan tovarlarda Tatariston asrining 100 yillik informatsion belgisini qo'llanuvni rostlovchi sertifikat, shaxsiy ishonch
башлыгы. Ахметовлар күні бұғай бүгін. Енді мына сертификат алды, шетелге де қазір саталашақ. Alkogol produksiyasının sıfatını devlet kontrolü borçların hal etüde. Hem Tataristan Respublikasının kullanıcılar bazarında hukuk bozularını kesетüde. Neticeli hizmetleşlik için. Şulay Tataristan Respublikası Devlet Alkogol İnspeksiyası tüzülüge 25 yıl tuluğa beyli rəvişdə Tataristan Respublikası Devlet Alkogol İnspeksiyasına 25 yıl ilgisi bilen Россия İçki İşler Ministerliğinin Sava rayonu bölüge начальнигы İsmailov Vasil Şarifullaoğlu bileklenir. Men her vaqt aytam endi ol жетекші әйбәт болса, бүтінісі бірден болсалар, іш бары, енді районымызда да келешекте шындай танышылықтар болсын. Көбісі алардан тұр, аларға біз зор рахмет. Урман хуҗалыгында күп еллык нәтиҗәле хезмәт өчен Саба укыту тәҗрибә урман хуҗалыгы дәүләт бюджет учреждениесе директоры Рахматуллин Илһам Гайдулла улы Саба муниципаль районының мактау грамотасы белән бүләкләнә. Илһам бик шәп малай, бик төгәл, бик тырыш. Миңа якын инде урман булгач. Көп еллык нәтиҗәле хезмәттәшлек районның социаль-икътисади үсешенә керткән өлеше өчен Институт Агротранспроект җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте генераль директоры Хәбибуллин Рәшид Зиннат улы Саба муниципаль районының мактау грамотасы белән бүләкләнә. Рәштәве Шәмәрдән яннан инде ул bizning shu haqda yaqin etib bik ko'p proyektlar ishladi, kelajakda ishlardi. Ham endi 17 yosh to'ldi. Oldagi birini olasiz, ortidan 0 istaysiz. Халыкны эш белән тәэмин итүдә күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен Саба районы халыкны эш белән тәэмин итү үзәге директоры Габдрахманов Данис Рәкыйп улы Саба муниципаль районы башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Данис бик тырыш малай. Bek ağır jirge Dimetri'ye gerek bu yıl. Anda indi Kutkalar buldu Dimetri'ye gerek. Birisi kirdi, birisi çıktı deyip. Işıdadı, sen sağ ol, maladis. Selametlik saqlау өлкәсендә күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен Шәмәрдән участок хастаханәсе баш табибы Мөхәммәдьяров Нәҗип Нәҗметдин улы Саба муниципаль районы башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Юбилейlar, hem de Şemer'den şişelikli jir, tırşalar alır, malatsı, yaşakta da olmuşlar. Rayonumuz kilip tuğan vəziyyətə qaramasdan Яңа ел бәйрәменә зур тырышлык белән әзерләнде. Хәзер Яңа елга әзерлектә актив катнашкан оешма предприятие, учреждениеларны, шәхси хуҗалыкларны бүләкләүләргә күчәбез. Саба шәһәр һәм Шәмәрдән авыл җирлекләренең белем бирү учреждениелары арасында Яңа елга бизәлеш буенча урыннар түбәндәгечә булды. Кызыксындыру бүләге белән балалар иҗат үзәге һәм балалар сәнгать мәктәбе бүләкләнә. Дөресен әйтергә кирәк, җиңел эш түгел. Эшләгән кешегә үзе белән әсә икән. Шуның өчен үпкәләштән булмаса инде, бөтенегезне дә бүләкләп бетереп булмый. Чын күңелдән бөтенегезгә бик зур рәхмәт. Молодцы сез бөтенегезне. Зур рәхмәт. Чираттагы кызыксындыру бүлеге белән сәләтле балалар мәктәп интернаты бүләкләнә чын күңелдән тәбрик итәбез. Кызыксындыру бүләге белән Саба гимназиясе бүләкләнә. Кызыксындыру бүләге белән Шәмәрдән лицейы бүләкләнә. Бүләкне инде без Шәмәрдәндә чыршы ачылышында тапшырдык. Бу категорияда аерым урыннар билгеләнмәде. Ә инде гран-при иясе итеп Саба аграр көллияте табылды. Шун күңелдән котлыйбыз. Ясаган әйберләр республикада хәтле олы юктыр бер кыяда. Күрше районнар тырыша. Чын күңелдән тәбрик итәбез. Авыл җирлекләренең белем бирү учреждениелары арасында Яңа елга бизәлеш буенча урыннар түбәндәгеләр булды. Кызыксындыру бүләге Эзлә урта мәктәбенә тапшырыла.
Шулай ук кызыксындыруу бүлеги Тимиршык урта мектебине тапшырыла. Üçüncü урын Мишен Төп мектебине тапшырыла. Шулай ук 3-нче урын Кызыл Мишек коррекцион интернат мектебине тапшырыла. Икенче урын Кырсабаш интернат мектебине тапшырыла. Шулай ук 2-нче урын Яблашта урта мектебине тапшырыла. Endi albatta birinchi o'rin Ikshirma kadet internat maktabine topshiriladi. Chin ko'ngildan tabrik etamiz. Ikkinchi o'rin Ulu Kibeshi o'rta maktabine topshiriladi. Rahim etiniz. Soba shahar hamshamirdan avul shirliklarining bolalar bog'chalari orasida yangi yilga bezalish bo'yicha o'rinlar tuvandagi bo'ldi. Qiziqsindiruv bo'lagi bilan Soba 4-nomerli Qing'irov bolalar bog'chasi bo'laklanadi. Shulay uq qiziqsindiruv bo'lagi bilan Soba 3-nomerli Shokolad bolalar bog'chasi bo'laklanadi. Shulay uq qiziqsindiruv bo'lagi bilan Shamirdan 1-nomerli Akiyat bolalar bog'chasi bo'laklanadi. Shamirda shirshi ochilishida bizning bo'lakni topshirdik. 3-chi o'rin Soba 2-nomerli Alluki bolalar bog'chasina beriladi. Shulay uq 3-chi o'rin Soba 1-nomerli Balakash bolalar bog'chasina topshiriladi. Shulay uq 3-chi o'rin Shamirdan 2-nomerli Tirim Kay bolalar bog'chasi bo'lagi. Bog'chasi bo'laklanadi. Bu endi Shamirdan da topshirildi. Ikkinchi o'rin Soba 6-nomerli Bolashaq bolalar bog'chasina topshiriladi. Shulay uq 2-chi o'rin Salovat Ko'pri bolalar bog'chasina topshiriladi. Bo'lak Shamirdan da topshirildi. Birinchi o'rin Soba 1-nomerli Shodliq bolalar bog'chasina topshiriladi. Avul jirliklarining bolalar bog'chalari orasida yangi yilga bezalish bo'yicha o'rinlar tubandagicha bo'ldi. Qiziqsindiruv bo'lagi bilan Lesxoz bolalar bog'chasi bo'laklanadi. Shulay uq qiziqsindiruv bo'lagi bilan Yishtug'an bolalar bog'chasi bo'laklanadi. Qiziqsindiruv bo'lagi bilan Yuqori Simet bolalar bog'chasi bo'laklanadi. Qiziqsindiruv bo'lagi bilan Ulu Shing'ar bolalar bog'chasi bo'laklanadi. Hamida albatta birinchi o'rin Mishabat bolalar bog'chasina topshiriladi. Bu kategoriyada 2-chi, 3-chi o'rinlar belgilanmadi. Rahmat, hozir endi sahnaga tabriklov uchun rayon ichki ishlar bo'lagi nashalnigi Ismagilov Vasil Sharifullah o'g'lini chaqiramiz. Respublika yo'l harakati eminligi davlat inspeksiyasi tomonidan biz yo'l yurish qoidalarini saqlaymiz. Yo'l harakati eminligi temasini bilim beruv uchrashganlari orasida qor sinlari yasovga konkurs o'tkazildi ham konkurs natijalari ochiqlandi. Rayon maktablari orasida qiziqsindiruv bo'lagi Mishan Töp maktabine beriladi. Hamida albatta birinchi o'rin Yablashta o'rta maktabine topshiriladi. Bu kategoriyada 2-chi, 3-chi o'rinlar belgilanmadi. Rayon bolalar bog'chalari orasida qiziqsindiruv bo'lagi bilan Shamirdan 3-nomerli Salovat Ko'pri bolalar bog'chasini topshiriladi. Qiziqsindiruv bo'lagi bilan Shamirdan 2-nomerli Tirimkay bolalar bog'chasi bo'laklanadi. Shulay uq qiziqsindiruv bo'lagi Soba 6-nomerli Bolashaq bolalar bog'chasina beriladi. Qiziqsindiruv bo'lagi Soba 5-nomerli Balakash bolalar bog'chasina beriladi. Qiziqsindiruv bo'lagi Soba 3-nomerli Shokolad bolalar bog'chasina beriladi. Ham shulay uq endi qiziqsindiruv bo'lagi Soba 2-nomerli Alluki bolalar bog'chasina beriladi.
İkinci урын Yabulaştау балалар бақшасына тапшырыла. Birinci урын Soba 1 номерлы Şotluk балалар бақшасына берілі. Bu kategoriyada 3-cü урын belgilenmedi. Vasıl Sarıfovich, bek zo'r rahmat. Zo'r rahmat. Devam ederiz hem Soba jirligindagi uyushmalar orasında Yangi yilga bezelish bo'yicha o'rinlarga tabriklovlarni devam edamiz. Qiziqsindiruv bilagi bilan Soba rayoni o'zak xastaxonasini topshirila. Chin ko'ngildan tabrik etamiz. Qiziqsindiruv bilagi Solim xizmat inspeksiyasina topshirila. Qiziqsindiruv bilagi Soba Agrofim javobligi cheklangan jamg'iyatini topshirila. Qiziqsindiruv bilagi bilan Soba ko'p tarmoqli yetishtiruv predpриятияsi bo'laklana. Qiziqsindiruv bilagi bilan Soba Agro javobligi cheklangan jamg'iyati bo'laklana. Qiziqsindiruv bilagi bilan Rosgvardiya uyushmasi bo'laklana. Qiziqsindiruv bilagi bilan Pensiya fondi idorasi bo'laklana. Qiziqsindiruv bilagi bilan Soba Arena sport maktabi bo'laklana. Qiziqsindiruv bilagi bilan Soba Tong'lari gazetasi redaksiyasi bo'laklana. Qiziqsindiruv bilagi bilan Telekom uyushmasi bo'laklana. Rayon ishki ishlar bo'lagi bo'laklana. Soba rayon elektr shiltari bo'laklana. Finans byudjet palatasi bo'laklana. O'rta Soba ovul klubi bo'laklana. Inkubator qo'shchilik stansiyasi bo'laklana. Ham shulay qiziqsindiruv bilagi bilan shaxsiy ishmakar Hasanov Noil Mubarak o'g'li bo'laklana. Ham albatta birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlarni oshqolarga vaqt kelib jetdi. 3-o'rin PMK 159 javobligi cheklangan jamg'iyati bo'laklana. Üçüncü o'rin 129 nomerli yong'in chastına beriladi. İkinci o'rin rayon madaniyat yurti. Shulay ikinci o'rin Soba rayoni veterinariya birlashmasina beriladi. İkinci o'rin Sabantoy sport maktabi bo'laklana. Birinchi o'rin sport kompleksiga beriladi. Birinchi o'rin Tatavtodor jamg'iyatining Soba filiali bo'laklana. Albatta endi Grand Prix egasi Soba gaz ekspluatatsiya yetishtiruv idorasi. Haydagiz, kutlaymiz. Baylar Sobasining Zakir Yusupov uramında ham Soba yilg'asi yor bo'yinda sin yasovda o'rinlar tubandagicha belgilandi. Qiziqsindiruv bo'lagi Soba agrar kulliyatiga beriladi yılan sini yasagani uchun. Uchinchi o'rin Tatavtodor jamg'iyatining Soba filialiga beriladi oyu sini yasaganlari uchun. İkinci o'rin ekspert servis javobligi cheklangan jamg'iyatiga beriladi kirposini uchun. Birinchi o'rin ikkinchi nomerli Alluki bolalar bog'chasina topshiriladi. Papugay sini yasaganlari uchun. Haminde Grand Prix Soba gaz ekspluatatsiya yetishtiruv idorasiga beriladi delfin sini uchun. Shulay yangi yilga eng yaxshi bezelish konkursi rayonning shaxsiy xo'jaliklari orasida da o'tdi. Rayon xalqi konkursda aktiv qatnashdi. Hem elbette bu sunlarını yoqtirtuv jaylanmalari bilan bezovda komissiya 10 jirlikdan 27 xo'jalikni ayırım belgiladi. Avul jirliklar arasında konkurs natijalari bo'yicha qiziqsindiruv premiyalari, ham prizli o'rinlarga bo'laklar avul jirliklarida o'tashak yangi yil tomoshalarida topshirilashak. Hozir Soba shahar jirligida ayirusha yaxshi bezalgan xo'jaliklarni belgilab o'tamiz. Mana ular qiziqsindiruv bo'lagi bilan Gayneddinov Rustam xo'jaligi bo'laklari Sosnovoy o'rami 14-yurt.
Шулай ук кызыксындыруу бүлеги белән Ганиев Марат хуҗалыгы бүләкләнә. Гомәр Баширов урамы 21-нче йорт. Шулай кызыксындыруу бүлеги белән Фаттахов Фәнис хуҗалыгы бүләкләнә. Гомәр Баширов урамы 30-нчы йорт. Кызыксындыруу бүлеги белән Ахунов Рәшит хуҗалыгы бүләкләнә. 55 Җиңүнең 55 еллыгы урамы 9-нчы йорт. Икенче урын Хәсәншина Светлана хуҗалыгына бирелә. Гомәр Баширов урамы 23-нче йорт. Һәм әлбәттә инде беренче урын Хисамиев Камил хуҗалыгына бирелә. Идегәй урамы 14-нче йорт. Бу категория буенча 3-нче урын билгеләнмәде. Авыл җирлекләре һәм учреждениялар арасында Саба һәм Шәмәрдән җирлекләреннән тыш яңа елга бизәлеш буенча урыннар түбәндәгечә булды. Кызыксындыруу бүлеге белән Юлбат авыл мәдәният йорты бүләкләнә. Әйдәгез, чын күңелдән тәбрик итәбез. Шулай ук кызыксындыруу бүлеге белән Иләбәр авыл мәдәният йорты бүләкләнә. 5-нче урында безнең Югары Симәт мәдәният йорты. 2-нче урын Явлаштау мәдәният йортына бирелә. 1-нче урын Шикше авыл җирлегенә тапшырыла. Һәм инде гран-при иясе Мише авыл җирлеге. Авыл җирлекләре буенча шәхси хуҗалыклар арасында узган Соба һәм Шәмәрдән җирлекләреннән тыш яңа елга иң яхшы бизәлеш конкурсында гран-прига лесхоз бистәсеннән Сафиуллина Рәйсә хуҗалыгы ия булды. Детсадовская урамы 10-нчы йорт. Авыл хуҗалыгы предприятиеләре арасында яңа елга бизәлеш буенча урыннар түбәндәгечә булды. Кызыксындыруу бүләге Иген авыл хуҗалыгы сату куллану кооперативы. Шулай ук кызыксындыруу бүләге Килдебек авыл фермасы. Әйдәгез, алкышлыйбыз. Кызыксындыруу бүлеге белән Түбәнче су авылы фермасы бүләкләнә. Кызыксындыруу бүләге белән Сава җаваплыгы шикләнгән җәмгыятенең Мамалай бригадасы бүләкләнә. Кызыксындыруу бүлеге белән Юлбат авыл хуҗалыгы предприятиесенең Туктар бригадасы бүләкләнә. Кызыксындыруу бүләге белән Мөхәммәтшин крестьян фермер хуҗалыгы бүләкләнә. 5-нче урын безнең Саба җаваплыгы шикләнгән җәмгыятенең Кибәче бүлекчәсенә тапшырыла. Әйдәгез. 5-нче урын Кырсабаш җаваплыгы шикләнгән җәмгыятенә тапшырыла. Икенче урын Саба җаваплыгы шикләнгән җәмгыятенең Бигәнәй бригадасына тапшырыла. Беренче урын Шытсу авыл хуҗалыгы предприятиесенең Югары Шытсу бригадасына бирелә. Шулай ук беренче урын Саба җаваплыгы шикләнгән җәмгыятенең Сатыш бүлекчәсенә бирелә. Гран-при иясе Лукос Саба җаваплыгы шикләнгән җәмгыяте. Байлар Сабасының Әбезнай урамында күп функциялы үзәк каршындагы территорияда сез саламнан ясалган сыннарны тамаша кыла аласыз. Саламнан сыннар ясауда авыл хуҗалыгы предприятиеләреннән Саба җаваплыгы шикләнгән җәмгыяте һәм аның Сатыш, Мишән бүлекчәләре, Яблаштау бригадасы, Иген авыл хуҗалыгы сату куллану кооперативы, Юлбат авыл хуҗалыгы предприятиесенең Урта Саба, Килдебе бүлекчәләре, Нырты авыл хуҗалыгы предприятиесе катнаштылар. Бүлекләрне алу өчен Саба җаваплыгы шикләнгән җәмгыяте директоры Дәүлиев Зиннур Дәүләтнур улы чакырыла. Шулай ук Иген авыл хуҗалыгы сату куллану кооперативы җитәкчесе Зарипов Зөлфәт Зөфәр улы чакырыла. Рәхим итегез. Менә без быел
birinchi tapır salomdan yasarga bulduk figuralar. Ko'rgansizlar, ko'rdingizmi hali? Motor musun? Mana bizim bütün avullarda 2 yılga ulaşaq endi, ham endi şulay Sabada planshetler yasaymiz. Bütün avul xo'jaliklari o'zlarining ustaliklarini ko'rsatacaklar 2 yılga. Ben şimdi xiyallik bilan barliqqa. Musa eksperimental ishlandi. Bek zo'r rahmat, молодцы. Так держать. Zo'r rahmat. Şu ulkanlar ham yoshlar birga motor etib ishladilar. Davom etamiz. Bugungi qish babaylar paradida qatnashuvchilarni bo'laklashlarga ko'chamiz. Qish babaylar paradida shiyovlilar orasida o'rinlar tubandagi bo'ldi. 3-o'rin vetstansiyaga beriladi. Ikkinchi o'rin sport kompleksi ham Balakash bolalar bog'chasina beriladi. Medeniyet bo'lagi. Finans byudjet palatasi ham sotsial защитаga beriladi. Chin ko'ngildan tabrik etamiz. Rahmat. Biz devam etamiz. Qish babaylar paradida otlar orasida o'rinlar tubandagicha bo'ldi. 3-o'ringa bizning Olokibashi ham Simet avullari. Aylagiz rahim etasiz. 2-o'rinda bizning Samardan bilan Yo'lbars avul jirliklari aydagas. Hamda 1-o'rinda Tuban Shirsu bilan Sotish avul jirliklari. Ayrim nominatsiyaga Tusish Sabantoy uyushmasi loyiq bo'ldi. Biz devam etamiz. Qish babaylar paradida yil fasllari bo'lib, transport bizovchilar orasida o'rinlar tubandagicha bo'ldi. 3-o'rin Пожарный часть. Ikkinchi o'rinda bizning Sabagaz bilan Tatavtodor jamiyatidagi rahim etasiz. 1-o'rinda Agrar kulliyat. Tebriklerimizni alg'ataba davom etamiz. Hamda 2019-2020 yilda organizatsiyalar orasida uzdirilgan buğunlar shilbiri deb ismlangan ijod отчет konsertga yumg'oq yasaymiz. Avul jirliklari orasida 1-o'rin Ekshirma avul jirligine topshirildi. Chin ko'ngildan tabrik etamiz. Ikkinchi o'rinda bizning Simet avul jirligi. Hamida 3-o'rinda Shing'or avul jirligi. Shamardan zonasi bo'yicha 3-o'rin Yuqori Utar bolalar internatiga beriladi. Ikkinchi o'rin Shamardan oshliq qabul etuv predisiga beriladi. Hamda 1-o'rin Shamardan shifoxonasiga beriladi.
Devam ederiz. Soba zonusu boyunca 3. orun Epusabagaz OO Gazprom Transgaz Kazan uyuşmasına topşırıldı. Aydagız rahim edegіз. 3. орын Управление социальной защиты МТЗ Республики Татарстан в Сабинском муниципальном районе КАУСО КЦЦОН Балкаш в Сабинском муниципальном районе Тамарданский реабилитационный центр КБУ Центр занятости населения Сабинского района. Урон отделения неведомственной охраны при отделе МВД России по Сабинскому району. ОГИБДД отдела МВД России по Сабинскому району, военный комиссариат Сабинского и Телятинского района Республики Татарстан. Прокуратура, Сабинский районный суд Республики Татарстан. Сабинский районный отдел судебных приставов УФС, судебных приставов по Республике Татарстан. Поздравляем! Шулай ук екінші орыны коммуналь тұрақ ұйышмасына берілі. Тәбрик етеміз, рахмет. Біздің бірінші орында Сабинский аграрный колледж. Тәбрик етеміз. Финанс бюджет палатасы һәм федераль казначылык оешмасы. Афойтезін бітіз туған біттігіз. Неше тәсін, бүтін тұрыш халық шындай районда. Бүтісінде тәбірлесі келен, ета қысқарттық енді біз күтмісіндер. Яңа елда дауы бітеріміз Алла берсе. Яңадан сізге ептенізі қышсай сәлемәтлік. Келесі елда ұмышлар, қиялар ұстырмышқа ұшсын. Әм дүбір тәтір пішәрге, яшәрге ясын. Қадыр сізге бүләк бір қавай заводтан. Салют! Әйдәгіз құлларға телефонларына алабыз, видео режимға кіреміз қаминді салютны. Салютны әйдәгіз біргелеп қарайбыз. Ура қышқырып жәмәғет! Аппақ қаралар яуы біте, біздің yollarımızға яңа елда келіп сите, ашығып біздің яныңа.
Яңа елдан һәркем бәхет көтә. Тылсым өмет итә могҗиза. Хыяллары аша бүген һәркем бәхетенә кулларын суза. Мин өләшәм сезнең һәммәгезгә. Иеп ап-ак бәхетләр. Дилләре мин, еллар тыныч булсын. Миннән сезгә изге теләкләр. Хөрмәтле саваллар. Кадерле кунаклар, хөрмәтле дуслар, без инде сезнең белән 2020 елның ахыргы көннәренә якынлаштык. 2021 ел, яңа ел сезнең барыгызга да бәхет, шатлык китерсен. Гаиләләрегездә тигезлек, иң кадерлесе, иң кирәклесе, барыгызга да саулык, сәламәтлек дип калабыз. Бәйрәм белән дуслар! Şatlıklar, bәхетләр, телибез әйдәләр. Бәйрәм дәвам итә. Usanıp yaşasan yüreğinde tuzak, geçlerine savcıda soruları. Dünyada yaradık, dolandık şanadık, ömür ol bir kızda unutmayın. Yollarını yıladık, ülkeler yuladık, dünyanın üstlerini yaradık. Dünyanı yaradık, dolandık
белән, хөрмәтле дуслар. Инде мин Саба ягындагы кешеләргә һәр вакытта горурланам. Дуслар, монда биючеләр бар икән дә беләбез, җырчылар бик күп икән дә беләбез. Хәзер барыбыз бергә әйдәбез, күмәк бер бии алабыз. Әйдәгез, бәйрәм булгач, бәйрәм булсын. Бибез.